polvon desam, mana haqqoniy polvon. Hadi. Sakrab turib. Azbek aka necha yoshdan beri polvonlik qilasiz? 2 yoshdan boshlaganmiz. Shu. Bilishimcha, sizni dadangizni dadalari ham polvon, siz usta savdasiz. Shunaqami? Shunday, endi otamizni bir avvalo otadan olingan hunar. Hozirda o'sha qizchangiz ham, o'g'lilaringiz ham o'sha dorda polvon, shunaqami? Bunisi katta farzandim Mardonshoh ismi. Xudoga shukr, mana shu dorvozlik, polvonlik sohasida dor ham o'ynaydi, fokusnilik qiladi, polvonlik qiladi. Bunisi Meronshoh ismi. Bunisi ham polvon, dorvoz. Mana shu dorvozlik, polvonlik sohasida nimaiki bo'lsa, hammasini mukammal egallagan. Qisqachi. Bu qizimiz eng rekordsmeni 9 oylikda chiqqan. Voy, 9 oylikda o'sha dorga chiqqan, shunaqami? Shu 9 oylikda bir to'yga borib, tasodifan hazil bilan bir chiqib borganmiz-da buni. Keyin ham urishmaganmilar keyin? Yo'q, keyin uyga qamab qo'ydim. Aka 44 yildan beri xalq xizmatida ekansiz. Zerikkanmiz shu sohadan bir men ham borib, Koreyaga borib, zo'r pullar topib kelay, Rossiyaga borib ishlab kelay degan fikr ham o'tgan. Bo'lgan? Nima ketmagansiz? Borganman. Borgansiz, nima qilgansiz? Rossiyaga borib ishlayman dedim. Shunday jicha qiyinchilik bo'lib qolganda, endi u paytlarda jichalik, mustaqilligimiz yangi 93-94-yillarda yoshroq yigit edik. Borib ishladim Rossiyaga. Nima ish qilgansiz? Tosh ko'tardim. Rossiyaga borib odatda ko'pchilik stroykada ishlaydi, yana boshqa ishlar qiladi, lekin Rossiyaga borib tosh ko'tardingiz. Tosh ko'tardim sirkda aka. Sirkda ishladingiz, ha? Shu endi bizda boshqa ish qila olmaymiz. Hazrat Ali bobomizdan meros, doruiylar. Endi qurol bo'lib ishlatilgan o'zi aslida. Musulmonchilikda qurol, ya'ni bunaqa baland qal'alarga kirisha olmaganda shundan foydalangan qurol sifatida, qal'adan o'tib olgan. Keyinchalik shu narsalar odamlarga xursandchilik bo'lsin, qurol sifatida ishlatilmasin. Ya'ni chiqqan bolalar, haligi jangchi bolalar chapdas bo'lib ketib, mahallalar oshib bir tomosha sifat qilib qo'yishganda, endi shu insonlarga, bizdan keyingilarga san'at sifatida bo'lsin deb shu qurolni san'at yo'lida ishlatilib yuborilgan narsa endi. Aspolvonni taniganlar bu videoga bitta like bosib, izohlarga yozib qoldiringlar. Siz necha yoshidan beri Aspolvonni taniysiz va qanday hunarlarni bilasiz?